Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda gusül taharet münasebet mezmunlar hakkında toxtulub bugünkü bu babda gusül qilgan vaqtida o'ng qo'li bilan so'l qo'liga suv quygan kishi haqida deydi. Bu tafsilotni biz endi inchikilab hadisning o'zidan o'rganib chiqaylik. Endi bu masalan ulamolarning nazarida agar das yo'g'on bo'lib qolsa, masalan bu dasni o'ziniki o'ng tarafiga qo'yib azroq yantoq qilib to'kab uni yog'i o'ng qo'li bilan uchumlab ilib qo'li qo'yib mundoq taratasa yoki mundoq bu shaklda yunib qilsa bu munosib. Agar bu yerdagi suva qocha jo'g'liq qochilar bo'lib qolsa, masalan shishiga o'xshash narsalar bo'lib qolsa, buni so'l tarafiga qo'yib so'l qo'li bilan o'ng qo'li qo'yib bu orqali endi taratilib qilsa bu munosib. Bu shu daslarniki o'xshamaslikqa qarata o'ng va so'l tarafda qochilarniki qo'yilishi belgilangan mazmunlar. Demak, islom dini shunday oddiy adab qoida yo'sindan tortib bir musulmonga bir mash'al nur sifatida buni ish beradi. Bu hamda 266 numaralı hadis İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Musa ibn İsmail hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu İmam Bukhari'ninki büyük ustazlardan. Bu başta o'tgan kishi bu. Bu kishi deydi bizga Abu Awana hadis so'zlab bergan edi dedi. Abu Awana ve Zahid Yeşkuri nomida o'tgan büyük muhaddislarning biri. Bu kishi deydi bizga Amash hadis so'zlab bergan edi dedi. Sulaymon ibn Mihran degan shenjilik muhaddislarning biri. Bu kishi Salim ibn Abi Ja'ddan, bu kishi Quraybdan. Qurayb bo'lsa Abdullah ibn Abbasning ozodkor desa. Bu kishi o'zining ustozi Abdullah ibn Abbasdan. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu ammasi Maymuna bint Haris radhiyallohu anha da rivoyat qilyapti. Demak, bu hadisda sahobadan tabiindan rivoyat qilgan hadis. Bu ayol onamiz deydi, Payg'ambar alayhisolatu vassalamga bir tarat suv, ya'ni g'usl qiladigan bir suv quyib qo'ydim deydi. Ondan Rasulullohning da parda bilan dalda qilib turdim. Payg'ambarimiz qo'liga suv qo'yib, qo'lini ya bir qitim ya ikki qitim yuvdi bo'g'ay. Bu yerdagi ravi deydi, Sulaymon men bilmayman dedi. Uchinchisini bayon qildimi, qilmadimi? Ya'ni 3 qitim yuvdimi, yuvmadimi buni bilmadim deydi, esimga olmadim deydi. Ondan o'ng qo'li orqali so'l qo'liga suv qo'ydi. Ondan o'zining jinsiy a'zoini yuvdi. Ondan qo'lini yaga bir surkitib yoki tomga surkitib, og'zini chaqidi, burnini chaqidi, o'zini va qo'lini yuvdi va beshini yuvdi. Ondan o'zining butun umumiy badallariga suv qo'ydi. Hamda yunib bo'ldi-da, yunib bo'lgan vaqtida yuniga o'rindan biroz boshqa joyga yo'tkilib, bu yerda o'zining ikki muborak putini yuvdi. Payg'ambar alayhisolatu vassalamga bir lo'ngi sunsam, payg'ambarimiz qo'li bilan undan ishorat qilib, bo'ldi deganda qilib, uni olmadi degan. Bu hadis Sahih Buxoriyninki boshtiroq o'tib bo'lgan, bir qitim deyilib bo'lgan. Ammo hadisninki bosh tarafidagi sanad raviylar o'xshash. Maymuna, Abdullah ibn Abbas, Qurayb qatorliq raviylar boshdagi hadisda rivoyat qilingan. Bu hadisda o'xshamaydigan raviylar faqat Musa ibn İsmail o'xshamaydi. Musa ibn İsmailning ustozi Abu Awana o'xshamaydi. Mayadagi raviyda Abu Awanadan rivoyat qilgan Musa ibn İsmail. Boshdagi hadisda Musa ibn İsmail Abdullah ibn Ziyad degan kishida rivoyat qilgan. Bu sanatdagi o'xshamaslik. Endi bu iboratlarda o'xshamaydigan taraflar boshdagi hadisda masalan vaza'tu lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam desa, mayada li rasulillah degan. Mayada g'uslan degan iboratni ishlatgan bo'lsa, boshda ma g'uslin degan iboratni ishlatgan. Bu hadisda yana faghasalahuma marratan aw marratayn degan iborat bayon qilindi bu hadisda. Ammo boshdagi iboratda, boshdagi hadisda faghasala yadayhi marratayn aw thalas degan iboratlar. Yani demak, bu yerda shunday bir o'xshamasliklar bor, lekin ma'no jihatdan va boshdagi sahoba
nuqtani ilib etgan vaqtida o'xshash bu hadis yana takror bu yerda kelgan. Hamda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh nemishqa bu hadisni qaytib bu yerda yana bir keltirib qoldi degan vaqtida boshda dalil qilgan vaqtida hadisningki ma'lum bir tarafini asos qilgan. Bu yerdagi asos qilgan tarafi o'ng qo'lidan so'l qo'liga suv quyishni asos qilgan. Demak, hadisda necha xil mazmun ilingan bo'lsa, shu hadisni shuncha xil mazmunlarga qarata dalil sifatida bayon qilib eklayvergan. Bugungi darsimiz mushakishi bo'lgan va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.